Assalomu alaykum hammaga, qadrli Samarqand China Motors YouTube kuzatuvchilari. Barchangizga assalomu alaykum. Kamina Kamtan insonimda hozir sizlarga Jag X200 tentovkani obzorini qilib beraman. Hali hech kim bunaqa eksklyuziv obzor qilmagan. Xullas bu mashinamizni xarakteristikasini juda ham ko'p ko'rgansizlar, bilgansizlar. Shu o'rinda yana bir marta sizlarga eslatib o'tishga qaror qildim. Bu mashinamizni motor qismidan boshlaydigan bo'lsak, motor qismi sedeniyani tagida hisoblanadi, ya'ni 2 lik atmosferniy 147 ta ot kuchi bor. Motori ham oddiy sammesniy Xitoyda motori emas. Ya'ni yaponskiy motor hisoblanadi. Greenjet kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan motor hisoblanadi. Motorlarimiz remenlik bo'ladi. Undan oldingi videoda bitta komment ko'rdim. Buni ham aytib o'tay, motori remenlik hisoblanadi, lekin xudo xohlasa mashinamiz zo'r, klientlarimiz olyapti, xudoga shukr. Juda ham zo'r, ajoyib ketyapti. Bu mashinamiz haqida yangiliklar aytib o'taman. Jag X200 tentovkalarimiz, bortligimiz, furgonligimiz hammasiga 10-aprel kuni qo'yilgan skidkalar tugaydi. Ya'ni qanaqa skidka? Bu mashinamizga 16.800.000 skidka qilingan edi. Ya'ni X200 tipidagi hamma mashinaga, bortligi bo'ladimi, tentligi bo'ladimi, furgonligi bo'ladimi, hammasiga 16.800.000 skidka e'lon qilingan edi. O'sha skidka 10-aprelda tugaydi akalar. Bemalol 10-aprelgacha bu mashinani bizadan xarid qilib olsanglar bo'ladi. Mashinamizni yillari 2026-yil zavoddan endi chiqqan mazza qilib haydaysizlar, xudo xohlasa. Bu mashinamizni motor qismini aytdim, nechta ot kuchi borligini aytdim. Endi asosiy ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, oldi baloni 15-razmerda hisoblanadi. Bu mashinamizni oldi resor emas, ya'ni oldi amortizator hisoblanadi. Shuni hisobiga mashina juda ham yumshoq yuradi. Qolgan ayrim mashinalarga nisbatan juda ham yumshoq yuradi. Bu mashinamizni endi akalar orqa baloniga nazar soladigan bo'lsak, orqa baloni 13-razmerda va qo'sh balon hisoblanadi. Mana ko'rishinglar mumkin, akkumulyatorlari bu yerda joylashgan. Bu mashinamizning qulayliklari juda ham ko'p. Menimcha sizlarga yoqadi degan umiddaman. Mashinamizni uzunligini aytadigan bo'lsak, uzunligi 310 santimetrga, ya'ni 170 santimetr hisoblanadi. Aytgancha bu mashinamiz tentovka. Tentini ko'rishinglar mumkin, tenti yig'iladi. Marhamat, keling tentini qanaqa qilib yig'ish osonligini sizlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. Bizga yordam berib yuboradi. Xullas, u tomondan yechiladi, keyin tentini juda ham oson, oddiy va qulaygina tortib olib kelasiz. Sekin keladi mana. Buni tortib, tarang qilib, bu tomonga tarang qilib tortib, qotirib qo'ysangiz bo'ldi. Tentimiz tayyor mana. Juda ham oson, sizlarning ishinglarga menimcha juda ham qulay deb o'ylayman. Xohlasangiz buni tentini bu yerlarda boltlari bor, osongina yechiladi. Yechib, mashinani bort ham qilib ishlatsangiz bo'ladi. Chunki texpasportda bu mashinada bort tent deb uriladi. Yoki masalan tentini yechib haydab yurgan paytingiz dokumentini ko'rib bu tentovka-ku degan GAI tomonlama menimcha muammolar bo'lmaydi deb hisoblayman. Balonlarni aytdim, orqalari resor bo'ladi. Bir tarafda 6 ta, ikkinchi tomonda 6 ta. Ya'ni qalin resorlar qo'yilgan. Xudo xolasa, sizni yukingizni bemalol o'zini manziliga xavfsiz yetkazib beradi. Bu mashinamiz yuk ko'tarish qobiliyati kitobida 2 tonna yozilgan, lekin o'zbekchilik akalar bilaman. Bu mashinaga bemalol 2,5 tonnadan 3 tonnagacha bo'lgan yukingizni ortib, o'zingizni xizmatingizda foydalansangiz bo'ladi. Akalar, toychog'inglar sizlar kutib qoldi. Xullas, endi bu mashinamizni ichki saloniga o'tamiz. Ichki salonida bizni nimalar kutib oladi? Jag X200 tentovka qolgan modellari, bortligi, tentligi, furgonligi va shassiligi hammasini ichki saloni, xarakteristikasi, motori, baloni hamma joyi bir xil bo'ladi. Farqi tenti, bortligida, keyin furgonligida farqi bo'ladi. Bu mashinamizni hozir 10-aprelgacha bo'ladigan narxi 231.840.000. Mabodo bu videoni 10-apreldan keyin ko'radigan bo'lsangiz, bu mashinamizning narxi 255.360.000 ga aylanib qolgan bo'ladi. Sababi skidka 10-aprelda tugaydi. Bizni salondagi qulayliklar rul, gidravlika rul hisoblanadi. Maksimal tezligi 160. Yoqilg'i sarfiga keladigan bo'lsak, 100 kilometrga kitobida yozilgan 9 ta, lekin olgan klientlar aytadi 10 ta, 11 ta yeydi yuk bilan, 12 ta, 13 ta yeyishi mumkin. Yuk ortib, nagruzka qilgan paytingiz, unda ham yuk qanaqa 2 tonna yuk ortgan paytingiz shunaqa nima qiladi? Rasxod qiladi, benzin rasxod qiladi. Bu mashinamizga metan, propan,
benzinni ham xohlaganingiz quysangiz bo'ladi. Menimcha 80 qolmagan, hozir hamma 92 quyib tirikchiligini qilib yurishibdi. Mashinamizda konditsioner bor, skorlarga keladigan bo'lsak 5 talik oddiy mexanika korobka hisoblanadi. Lekin yana bitta asosiy ma'lumoti, mashinamizga bemalol 3 kishi ketsa bo'ladi. Mana buni ko'rsating. Bu hozir bar bo'lib turibdi. O'zingiz dokumentlaringizni yoki podstakanni qilib ishlatsangiz bo'ladi. Sizda 3-odam bo'lgan payti, 3-odamga joy kerak bo'lgan payt buni bitta bosib turib, 3-odamga bu joyda qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni bu mashinaga dokumentalni 3 kishi o'tirib bemalol safarini yengillashtirsa bo'ladi. Masalan, ishchilar kerak bo'lib qoladi, yuklab tushirishga shogirdlar kerak bo'lib qoladi. Bemalol 3 kishi bo'lib o'zingiz bilan uzoq yo'llarga borib, yukingizni xavfsiz yetkazib borsangiz bo'ladi. Xullas, skidka tugashiga asosiy ma'lumotni aytib o'tish esimdan chiqib ketibdi. Skidka tugashiga ham bir haftadan ozgina ko'proq vaqt qoldi. Xullas, akalar, agar mabodo shu mashinani olaman desanglar, 16 million 800 ming so'm foyda qilaman desanglar, 10-aprelgacha bu mashinani olib qolinglar. Absolutni yangi hammasi, xudo xohlasa 2026-yildagi ishlab chiqarilgan X200 larni hammasini qilib beramiz. Bizda X200 bort ismi furgon yokida shassi ismi yokida tent, mana ko'rdingiz, tentlar qanaqa yig'ilib ochilishini bizda hammasidan bor. Xullas, pastda raqamlar qoldirilgan bo'ladi akalar. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'zingizni biror kunga yozdirib qo'yib test drive'ga kelsangiz ham bo'ladi yokida kelib mashinani ko'rib tomosha qilib ketsangiz ham bo'ladi yokida to'lovga kelib bizdan mashinani xarid qilib olib ketsangiz ham bo'ladi. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob oling. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Isomiddin bo'ldi. Mashinani to'liq obzorini qilib berdim degan umiddaman. Yana bilmadim sizlarga qanaqa ma'lumot qilib berishim kerak. Qo'limdan kelgan, o'zim bilgan hamma ma'lumotlarni sizlarga aytib berdim. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.